Implant qo'ydirganim yaxshimi yoki koronka qo'ydirganimmi? To'xtang. Eng to'g'ri savol bu emas. Eng to'g'ri savol mening holatimga qaysi yechim ma'qulroq? Chunki ba'zi bir odamlarda koronka qo'ydirish uchun yon tomondagi tishlarni, sog'lom tishlarni charxlash bu mantiqsizlikdir. Shuning uchun implantatsiya ma'qulroq bo'ladi. Bir xil odamlarda esa yon tomondagi tishlarda juda katta plombalar bor yoki koronkalari bor. Ular uchun esa koronka qo'ydirish ma'qulroq yechim hisoblanadi. Bir xil odamlarda bruksizm bor, ya'ni tishlarni kechasi g'ichirdatish yoki gigiyenik holatlari yomon bo'ladigan bo'lsa, bularga implant ham, koronka ham qo'yish ma'qul yechim hisoblanmaydi. Ularga syomniy protez yoki bo'lmasa mikroprotezlar bilan vaqtinchalik yechim qilib berish mumkin. Shuning uchun tanlovni trend emas, ko'rsatma hal qiladi. Shifokoringizdan so'rang, menga qaysi yo'l mosroq? Nima uchun aynan shu yo'l? Bu yo'lda qanaqa risklar bor, xavflar bor? Buni albatta so'rashingiz kerak. Kommentariyada plus belgisini qoldiring. Bepul konsultatsiyamizda siz uchun qaysi yo'l ma'qul ekanligini aniqlab beramiz.